Do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan Nurinvest investorlar klubi tomonidan berib borilayotgan investitsion g'oyalar haqida gaplashamiz. Ya'ni sentyabr oyida biz analitiklar tomonidan berilgan g'oyalarni tahlili va nima uchun bu g'oyalar berilganligi, qanday strategiya asosida bu oy uchun tayyorgarlik ko'rilganligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, bugungi videomizni boshladik. Xo'p, ushbu slaydga e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz sentyabr oyida berilgan g'oyalarimiz qanday holatda amalga oshirilgan. Mana bu qismiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, avgust oyida hold holatda, ya'ni ushlab turish uchun berilgan g'oyalarimiz 16 ta edi. Ya'ni 16 ta g'oyani biz avgust oylarida, iyul oylarida berganmiz va ularni hold holatga o'tkazganmiz, ya'ni ushlab turishga. Va ulardan sentyabr oyida qaysi aksiyalarni sotdik. Mana bu yerda HAL, PanW, BABA, MU, PG kabi aksiyalarni sotganmiz. Bular biza yopgan pozitsiyalarimiz. Va faoliyat statistikasiga qaraydigan bo'lsak, umumiy holatda 27 ta g'oya ustida ishlangan sentyabr oyida. Ulardan 11 tasi yangi g'oyalar, 9 tasi hold turgan g'oyalarning ustida ishlangan va sotilgan aksiyalarimiz 18 ta. Mana shu berilgan g'oyalardan 18 tasi sentyabr oyida yopilgan pozitsiyalarimiz hisoblanadi. Endi bu yerda asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, biz analitiklar tomonidan investorlar klubida berib borilayotgan g'oyalar har doim aniq bir strategiya asosida shakllantiriladi. Ya'ni biz komandamiz bilan sentyabr oyi uchun yoki har oyda, har 3 oyda, har 6 oy uchun alohida strategiya tuziladi. Ana shu strategiya asosida biz g'oyalarni shakllantirib boramiz. Bu yerda ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sektorlar bo'yicha diversifikatsiya qilinadi. Ya'ni bu yerda yaxshilab e'tibor bersangiz, sog'liqni saqlash, texnologiya, ikkilamchi iste'mol, birlamchi iste'mol, ya'ni turli yo'nalishlardan berilayotgan aksiyalarimizni diversifikatsiya qilishga harakat qilamiz. Bu investorlarning daromadligini oshirib, ularning riskini pasaytirishimizga yordam beradi. Keyinchisi, market kapitalizatsiyasi bo'yicha kompaniyalarni taqsimlashimiz. Ya'ni bozorda faqatgina biz large caplardan yoki bo'lmasa small caplarga urg'u bermasdan, bozorda yurish imkoniyati bo'lgan kichik kompaniyalar va kattaga aylanmoqchi bo'lgan kompaniyalarga ham investitsiya ideya sifatida berib boramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, mana mega caplardan, large caplardan, mid cap va small cap har bitta market kapitalizatsiya bo'yicha yo'nalishdagi kompaniyalardan foydalaniladi. Agar siz ham o'zingiz uchun investitsion portfel shakllantirayotgan bo'lsangiz, portfelingizni xuddi mana shunaqangi bir necha yo'nalish kategoriyalarda diversifikatsiya qilib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Bu sizga portfelingizni umumiy holatda riskini kamaytirib, daromadliligini oshirishga yordam beradi. Va sektor xususiyati bo'yicha, ya'ni bozorda mana shu biz aytadigan 11 ta sektor bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, texnologiya, sog'liqni saqlash, birlamchi iste'mol, boshqa sektorlar hisobga oladigan bo'lsak, investorlarni bozordagi iqtisodiy ko'rsatkichlarni o'zgarishiga qarab yoki bozorning kayfiyatini o'zgarishiga qarab turib, mana shu sektorlarni 3 ta asosiy kategoriyaga, ya'ni har doim gaplashamiz, himoya qiluvchi, davriy va sezgir sektorlarga bo'linadi. Va investorlar bozor holatidan kelib chiqqan holatda g'oyalarni yoki portfelni ana shu sektorlarga o'zgartirishi mumkin. Sentyabr oyida biz kutgan edik, hamma faqat biz emas, butun iqtisodiyotda yoki butun dunyoda sentyabr oyini tarixan qaraydigan bo'lsak, bozor pastga qarab tushadigan, juda ham nostabil davr bo'ladi deb hisobga olinadi va biz ham sentyabr oyida xuddi mana shu narsaga o'zimiz komandamiz tomonidan tayyorgarlik ko'rgan edik. Lekin bozor biz kutgandek bo'lmadi, lekin yaxshi yo'nalishga yurib berdi. Shu sababdan ham portfelni kattaroq qismini bozor yaxshi kayfiyatda yurgani uchun strategiyani sirazi o'zgartirdik va texnologiya sektoriga ko'proq urg'u berishga harakat qildik. Shunda ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mega cap va large caplarga ko'proq urg'u berganmiz. Ya'ni bozor nestabil bo'lgan davrda imkon qadar juda ham moliyaviy baquvvat bo'lgan kuchli kompaniyalarga investitsiya qilib yoki bu kompaniyalar bilan portfelni ushlab turgan eng ma'qul yechim bo'ladi. Chunki bozor tushib ketgan taqdirda ham bu kompaniyalar o'zini moliyaviy holati yaxshiligi sababli ushlab berishadi. Xo'p, oy davomida qanday g'oyalar bilan ishladik va qanaqa natija olib keldi? Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsak, investitsion g'oyalar tahlili, ya'ni realized profit bor va unrealizedlar bor. Bu unrealizedlarimiz qaysidir g'oyalarimiz minusda turibdi, qaysidir g'oyalarimiz plyusda turibdi, qaysidirlari 0 holatda turibdi. Bu berilgan g'oyalarimizda hold holatda turganlar, ya'ni bular hali sotib yuborilmagan, faqat holdda turibdi. Va mana bu qismi bular sotilgan va profitda fiksировать qilingan pozitsiyalarimiz. Xo'p, mana bu yerda aytib o'tganimizdek 18 ta g'oya bilan
pozitsiyalarni chiqib ketish boshlangan va yaxshi e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu g'oyalar har xil oylarda olingan. Mana bu yerda masalan, e, olingan pozitsiyalarimiz 18-oyda olingan, 3-oyda olingan, ya'ni har xil muddatlarda olingan. Oldindan pozitsiya olib, mana 7-oyda olingan pozitsiyalarimiz bor. Xo'p, bu 11-oyda olingan pozitsiyamiz ekan. O'tgan yili 2024-yil noyabr oyi desak bo'ladi. Noyabr oyida olingan pozitsiyamiz va buni average qilib, hozir mana energiya sektori yurib, neft narxi ko'tarilganda bu pozitsiyadan e, kichkinagina minusda bo'lsa ham chiqib ketishga harakat qildik, investorlar pulini bo'shatish uchun. PanW bu masalan 3-oyda berilgan, yilni boshida berilgan g'oyalarimizdan. Baba kompaniyasi 7-oyda berilgan, Mu 7-oyda berilgan pozitsiyalarimizni mana hozirga kelib sentyabr oyida yopdik bu pozitsiyalarni va natijalarni qabul qildik. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu g'oyalarimiz sentyabr oyida berilib, sentyabr oyida yopilgan g'oyalar emas. 3 oy, 4 oy, 6 oy oldinlab berilgan g'oyalar va ushlab turilgan. Shu davrga kelib bularni berayotgan natijasini ko'rasiz. Masalan, Mu kompaniyasi 7-oyda berilgan g'oya mana 9-oyga kelib yopdik bu pozitsiyani 45% daromad bilan. Taxminan 1,5 oy davomida 45% daromad olib kelgan. Baba kompaniyasi mana 7-oyda oxirlarida berilgan g'oya 16% dan oshiqroq daromad olib kelgan. Baba kompaniyasini biz yilni boshidan beri kuzatib kelardik. Umumiy holatda Baba juda ham moliyaviy, juda ham kuchli kompaniya. Ba'zi bir sabablarga ko'ra yura olmayotgan edi. Xo'p, Baba kompaniyasi qanday ideya shakllantirilgan? Bu grafikga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu joyda Baba juda ham konsolidatsiyada yurgan. Ya'ni impuls mana bu joyda kvartal hisoboti yaqinlashgan sari Baba yonboshga harakatlanib qolgan edi. Mana shu narsa bizda texnik jihatdan pozitsiyani sotib olish uchun ideya shakllantirildi. Ya'ni 120-115 atrofidan kirish uchun ideya sifatida berildi va bu g'oyani ma'lum muddat ushlab turildi. Prezentatsiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, Baba kompaniyasi 25.07 da berilgan ekan. Grafikka ko'rsangiz, bu 25.07. Taxminan mana shu joylarda berilgan. Va biz g'oyani berganimizdan keyin ham ma'lum muddat yonboshga harakat qilgan, tepaga pastga sakrab yonbosh harakat qildi, lekin asosiy impuls kvartal hisobotdan keyin ma'lum bo'ldi. Kvartal hisobotdan keyin biz g'oyadan chiqib ketishimizga to'g'ri keldi, chunki kompaniya nojoizga o'tib qolgan edi va biz buni targetini $200 ga berganmiz. Juda ham katta o'sish bor edi prognozimizda. Biz bergan joydan taxminan $200 gacha chiqish kerak edi. Rejamiz bo'yicha 60%, 70% deb prognozimiz bor edi. Lekin kompaniya nojoizga o'tib qolgani uchun pozitsiyalarimizni yopib chiqib ketishga to'g'ri keldi. Xo'p, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, har xil yo'nalishlardan aytib o'tgandek sektorlardan ideyalar qilingan. Tesla, mana Colgate, Procter Gamble va Colgate kompaniyalari ham berilgan. Bu kompaniyalar mana PG 137 bilan Colgate 184 bilan yopishga majbur bo'lganmiz. Nimaga? Buni sizga qisqa qilib tushuntiraman. PG kompaniyasini grafikini ko'ramiz. Odatda biz nima uchun bu PG kompaniyasini tanlab olgandik, Colgate va PG kompaniyalarini aytib o'tganimizdek, sentyabr oyi nostabil bo'ladi va ko'p aksiyalar pastga qarab yuradi, bozor nostabilligi sababli degan maqsad bilan biz PG kompaniyasini bergan edik. Bu g'oya qachon shakllantirilgan? PG mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz, 8-oyda boshlarida shakllantirilgan ideya. 8-oyda boshlanib ko'radigan bo'lsak, mana bu joylarda. Aksiya narxi 150-151 atrofidan kirishga berilgan va g'oyamiz yurdi. Haqiqatda yurib berdi. Mana bu joyda taxminan 6%, 7% atrofida daromadda turilgan. Bizning ideya qanaqa bo'lgan? Sentyabr oyida agar bozor tushadigan bo'lsa, avgust 2-yarmi va sentyabrda bozor yaxshilab qulab beradigan bo'lsa, mana shunaqangi defensiv sektor, ya'ni Colgate'ga o'xshagan, Pepsi'ga o'xshagan va mana shu Procter Gamble'ga o'xshagan kompaniyalar, Johnson Johnson kompaniyalari yurib daromad olib kelish kerak edi va biz mana shu tomondan fokus qilgandik. Lekin biz kutgandek to'g'ri daromadga chiqdi, 6%, 5% atrofida. Lekin bozor S&P 500 ni kuzatadigan bo'lsak, S&P 500 umuman to'xtamasdan tepaga qarab yurdi. Shuni hisobiga biz bu kompaniyalarni kichkina profitda, mana Procter Gamble 7% daromadga chiqishiga qaramasdan 1.37 da yopishga majbur bo'ldik. Colgate ham xuddi shunaqa kichkina profit bilan yopishga majbur, zarar bilan yopishga majbur bo'ldik pozitsiyalarimizni bo'shatish uchun. Tesla kompaniyasi 30% daromad bilan yopildi.
va EW mana ko'rib turganingizdek 5% zarar. Bu yerda yana XP kompaniyasi 7,78% foyda bilan yopilgan va FLNK kompaniyasi 50% 67, 67% daromad bilan yopilgan. Bu yerda natijalarga e'tibor beradigan eng yaxshi fokus qilishingiz kerak bo'lgan narsa zararlar imkon qadar kichiklashtiriladi, ya'ni 5%, 6%, 7% ga olib boriladi. Foyda bo'ladigan bo'lsa imkon qadar kattaroq foizga harakat qiladi. Nima uchun bunaqa? Investitsion portfel tuzganingizda zarar tezroq chiqib ketishi kerak va pulni bo'shatib boshqa aktivga o'tkazish kerak. Ya'ni biz hozir kichkina depozitlar bilan ishlayotganimiz uchun investorlar bilan portfelni tezroq aylantirishimiz, bo'sh turgan pulni tezroq aylantirib, kattaroq daromadga olib chiqish uchun mana shunaqangi uslubdan foydalanamiz va berilayotgan g'oyalarimiz ham xuddi shunga asoslangan bo'ladi. Katta foyda olib chiqayotgan bo'lsa, misol uchun FLNK kompaniyasi 16,19 da berilgan. Xo'p, FLNK ni ko'ramiz. FLNK kompaniyasi qanaqa yurib berdi? O'zi kichkina kompaniya, market kapitalizatsiyasi small cap'lardan bo'ladi va mana shu yerda impulsni ko'ryapsiz, qanaqangi katta impuls bilan yurib bergan. Xo'p, bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, 16,19 da berilgan, kirish 6,9, 720 atrofidan va 16,19 mana bu joylarda 9-oyda o'rtalarida berilgan g'oyamiz. Umumiy holatda bu g'oya 70% dan ortiq yurgan, lekin biz investorlarni 50% atrofida pozitsiyalarni yopishga, bo'lib chiqib ketishga tavsiya qilgan edik. Mana shu holatda yaxshi natija bilan bu ideyamizdan ishlab berdi. Endi siz ham agar investitsion portfel tuzishda qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, muammolaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qanaqa siz tavsiyalarni olgan bo'larsiz. Biz sizga o'zimizdagi tajribalardan kelib chiqib, tavsiyalarimizni bildirib o'tamiz. Umumiy holatda portfel tuzayotganingizda xuddi shunaqangi faqatgina katta kompaniyaga fokus qilmasdan small cap, mid cap yoki bo'lmasa large capdagi har xil yo'nalishdagi kompaniyalarga portfelingizni taqsimlab chiqadigan bo'lsangiz, daromadingiz yana ham yuqori bo'ladi. Endi keyingi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu bozor. Mana shu sentyabr oyi davomida bozorda kuzatilgan eng muhim yangiliklar nimalar bo'ldi? Siyosiy omillar. Bozorda mana shu sentyabr oyining 17-sanasida butun dunyo bo'yicha Amerikami yoki Yevropadagimi yoki Osiyodagimi hamma treyderlar, investorlar kutadigan muhim sana bu Fed tomonidan foiz stavkasini pasaytirilishi edi. Bu narsa mana 0,25 punktga pasaytirildi 17-sentyabrda va oktyabr oyida ham xuddi mana shu narsa kutilyapti. Bu qanday natija bo'lishi bozor hali reaksiyasini mana shu foiz stavkasi pasaytirilgandan so'ng ko'rishimiz mumkin. OPEC, ya'ni neftni qimirlashiga nima sabab bo'ldi? OPEC tomonidan neft narxida o'zgarish kutiladi, neftlarni qazib chiqarishda ob'em oshiriladi degan impuls orqali yangi yil orqali oxirgi sentyabr oyida neft narxiga alohida urg'u berganmiz. Va mana shu narsadan kelib chiqib, mana HAL degan kompaniyamiz bor edi. HAL Energy sektorida neft qazib chiqaruvchi kompaniyalardan biri hisoblanadi va bu kompaniyani investitsiya ideya sifatida berganmiz va bu ideyamiz ham yaxshi ishlab berdi. Ya'ni ideyani shakllantirayotgan bitta narsaga e'tibor beraylik. Faqatgina texnik tomoniga qaralmaydi, u fundamental va iqtisodiy tomondan kelayotgan qanaqadir turtkilar, triggerlar topiladi. Ana shu triggerlarga asoslanib g'oya shakllantiriladi. Va makroiqtisodiy omillar. Bu yerda Amerika iqtisodiyotiga aloqador bo'lgan muhim yangiliklar bor. Ya'ni mana sentyabr oyida GDPning yaxshilanishi, yalpi ichki mahsulot 3,8% ga o'sdi. Amerika iqtisodiyoti juda ham zo'r holatda degani, inflyatsiya pasayib boryapti degan ma'lumotlar berildi va ishsizlik darajasi hozir Amerikada mana shu Markaziy bank tomonidan, Federal Rezerv tomonidan asosiy fokus qaratilayotgan eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Shu sababdan hozir juma kuni chiqadigan, oktyabrda eng birinchi jumasida chiqadigan Federal Rezerv tomonidan e'lon qilinadigan mana shu ishsizlik darajasi ko'rsatkichlari Federal Rezerv tomonidan emas, uzr adashdim. Mana shu bandlik markazi tomonidan e'lon qilinadigan ko'rsatkichlar oxirgi ma'lumotlarga asosan kech qolishi mumkin. Buni nima sabablarligini ko'rsatib o'taman. Xo'p, agar siz Amerika iqtisodiyotida bo'layotgan voqealarni doimiy kuzatib borayotgan bo'lsangiz, nima o'zgarishlar bo'lyapti, qanaqangi siyosiy o'zgarishlar bo'lyapti, narsani kuzatib yurgan bo'lsangiz, hozir mana shu 1-oktyabr Amerikada yangi yilni boshlanish davri hisoblanadi. Ya'ni davlat ish o'rinlarini o'zgartirish, davlat ishini faoliyatini davom ettirish uchun mana bu yerda mana e'tibor berayotganmiz Yahoo Finance saytida davlatdagi mana shu ish o'rinlarini davom ettirish yoki ettirmasligi sabab bo'yicha mana shu 2
demokratlar va respublikachilar o'rtasida munozaralar bo'layotgan edi va mana shu shutdown qilishlik bo'yicha oxirgi qaror qabul qilindi. Vaqtincha davlat o'z faoliyatini to'xtatadi. Bu yerda bir nechta ishchilar ishdan bo'shatilishi mumkin, doimiy ishdan bo'shatilishi mumkin yoki vaqtinchalik ishlamay turishlari ham mumkin. Bu iqtisodiyotga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Aynan mana shu narsa odatda Federal rezerv e'lon qilish kerak bo'lgan ishsizlik darajasi ko'rsatkichlari ham Bandlik markazi tomonidan e'lon qilinadi. Hozir biz juma kuni kutayotgan mana shu bandlik markaz tomonidan beriladigan ishsizlik darajasi ko'rsatkichlari balkim e'lon qilinmas juma kuni. Bu narsani hali aniq bir nima deyishimiz qiyin. Bu holat bo'yicha juma kuni chiqadigan yangiliklarni kuzatamiz. Agar yangilik e'lon qilinmaydigan bo'lsa, bozorda yana ham mavhumlik ortishi, bozor yana pastga qarab ketishi mumkin bo'ladi. Shu sababdan oxirgi biz kuzatishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu Amerika tomonidan e'lon qilinayotgan davlat ishlarini to'xtatish, ya'ni shutdown qanchagacha davom etadi va bu narsa bozorga qanchalik ta'sir qiladi degan ma'lumotlarni kuzatib turishimiz kerak bo'ladi. Bugungi videomiz mana shu haqida edi. Ya'ni sizga sentyabr oyida qilingan g'oyalarimiz va statistikalar haqida ma'lumot berib o'tdik. Sizni asosiy kuzatishingiz kerak bo'lgan narsa tavsiya sifatida aytishim mumkin. Mana shu davlat tomonidan oxirgi e'lon qilinayotgan foiz stavkalari yoki bo'lmasam ishsizlik darajasi ko'rsatkichlari va bular qaysi tomonga qarab o'zgarishiga qarab bozorda S&P 500 ning yo'nalishini stabil holatga kelishini kutib turishimiz kerak bo'ladi. Agar video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like va podpiskani unutmang. Fikrlaringizni, mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va bizga bu juda ham muhim. Sizning fikrlaringizni o'rganib, kelgusida bular bo'yicha yana ham yaxshiroq videolar tayyorlashga harakat qilamiz.